hammaga. Bugun ikkinchi guruh, ya'ni imtiyoz guruh belgilarini o'rganib chiqamiz. Imtiyoz belgilarimiz ko'p emas. Bu belgilarimiz chorrahalarda yo'lning tutashgan, kesishgan joylarda o'tish navbatini belgilab beradi. Bu belgilarimiz svetofor bilan ham qo'llanilishi mumkin. Chorrahalarda unda svetofor ishlamagan holatlarda belgilarimizga amal qilinadi. Svetofor ishlab turgan bo'lsa, svetofor belgilarga amal qilinadi. Hop, belgilarni o'rganishni boshlasak, birinchi belgimiz 2-1, ya'ni ikkinchi guruhning birinchi belgisi, asosiy yo'l belgisi. Bu belgi bilan belgilangan yo'ldagi transport vositasi birinchi o'tish navbati huquqini beradi. Hop, ikkinchi belgimiz 2-2 asosiy yo'lning oxiri, ya'ni bu belgining tugashi, ya'ni bu belgi bilan belgilangan yo'l asosiy yo'lning oxiri hisoblanadi. Keyingi belgimiz ikkinchi yo'llar bilan kesishuv. Yaxshilab ahamiyat berishimiz kerak. Kesishuv. Belgida ko'rishimiz mumkin. Mana bu asosiy yo'l hisoblanadi, yog'onroq turibdi va ungacha qaroq qilib ko'rsatib qo'ygani bilan kesishyapti yo'l, asosiy yo'l. Bunda albatta asosiy yo'ldagi transport vositalari birinchi navbatida o'tadi. Keyingi belgilarimiz tutashuv, ya'ni ikkinchi darajali yo'l bilan tutashyapti o'ng tomondan. Yana bir yaxshilab e'tibor berganimiz, bu yo'lda polni kesib o'tyapti. Bu belgimizda esa tutashyapti o'ng tomondan yoki chap tomondan va asosiy yo'li yo'g'on qilib ko'rsatib qo'ygan, qalin qilib belgilab qo'ygan. Shu asosiy yo'l hisoblanadi, qalin qilib belgilab qo'ygani. Va navbatdagi 2-4 belgimiz yo'l bering belgisi. Bu belgi chorrahalarda yoki o'sha yo'lda qo'yib qo'ygan bo'lsa, barcha transport vositalariga yo'l berishni yuklaydi. Keyingi belgimiz ham ikkinchi daraja yo'lligini anglatuvchi belgi 2-5. To'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi. Bu belgi bilan belgilangan yo'lda to'xtamasdan harakatlanish taqiqlaydi va yo'lda stop chizig'i ham chizilgan bo'ladi. Shu chiziq oldida kelib, boshqa transport vositalari yo'qligini qarab o'tib ketiladi. Bu belgilarimiz bilan hali testda ko'p savollar tushadi. Keyingi darslarda testga o'tganimizda ko'rib chiqsak bo'ladi. Lekin o'sha bu belgini vazifasini, nomini yaxshilab eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Va keyingi belgilarimiz bular chorrahalarda o'tish navbatini ko'rsatgan bo'lsa, bu ikki belgimiz yo'lning tor qismida o'tish navbatini ko'rsatadi. Ikkitasi ham, ya'ni bitta e'tibor beradigan jihat, birinchisi 2-6 belgi va ikkinchisi 2-7 belgisi. Ya'ni kim birinchi o'tishni anglab olish qiyinroq bo'lishi mumkin. Birida qora, ikkinchisida esa oqda belgilagan. E'tibor beradigan jihatimiz, biz kim birinchi emas, kim yo'l berishini e'tiborga olsak, mana ikkitasida ham yo'l berish qizilda belgilab qo'ygan, yo'l beradigan yo'lda. Ya'ni bunda ro'paradan kelayotgan transport vositalariga yo'l beriladi.
Bunda esa bizga, ya'ni ro'paradan kelayotgan transport vositalari bizga yo'l beradi. Oldin ham aytib o'tgandek, belgilarimiz chapdan o'ngga qarab va pastdan tevaga qarab o'qiladi. Shuni anglab olsak, bilib olsak yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu belgida biz pastdan kelsak, yuqoridan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishimiz kerak bo'ladi va bunda esa yuqoridan kelayotgan transport vositalari bizga yo'l beradi, bizni birinchi o'tkazib yuboradi. Belgilarni vazifasini bilib oldik va endi testda chorraha test savollari juda ko'p tushadi va chorrahadan 3dan 1 qismi, ya'ni tartibga solingan chorraha bo'lsa, tartibga solinmagan va tartibga solinmagan, teng ahamiyatga ega bo'lmagan chorrahalarda shu belgilar ko'p tushadi. Shuni anglab olsak, bu asosiy yo'l birinchi o'tish huquqini beradi. Bu esa ikkinchi darajali yo'llar. Ikkinchi darajali yo'lni bildiradi bu ikkisi. Bu belgilarimiz bilan ham testlar tushadi. Boshda aytib o'tganimdek, shu qizil tomondagisi yo'l beradi. Bunda bu tomondan qizildagi yo'l beradi. Manfaatli qilishga harakat qildim. Bizda hozircha shular. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz.